Bugun biz kursdoshlarimiz bilan bir kasb va yaxshilik loyihasi asosida bir xonadonning ko'rpa va yostiqlariga qoplama tikyapmiz. Hurmatli o'quvchilar, mana tikuvchi qizlarim, mana bugun bizga mana shu ijtimoiy himoya reyestrida turuvchi Ibragimova Ozoda Turg'unboyevnaning uyiga tashrif buyuramiz va ularga mana kerakli bo'lgan o'sha ko'rpacha, yostiq, qoplamalarni tiklaring. Endi xonadonga tashrif buyuramizda o'z qo'llaring bilan tikkan mana shu mahsulotlarni borib ularni uyiga berib, ularni bir xursand qilib kelamiz. Ketdikmi qani qizlar? Ketdik. Qani olamiz endi buni. Rahmat texnikumda qizlariga, tikuvchi qizlarimiz mana ko'rpacha, yostiq, dasturxonlar tikib keldi. Uyim yangiday bo'lib qoldi. Rahmat. Ko'p yashasin. Biz mana shu kasblarning orqasidan nima qilganimizda biz ham xursandmiz. Mana shu nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yetib, sog'ayib yuring har doim. Bir kasb, bir yaxshilik degan tamoyil asosida kelgandik. Mana shu qizlarimiz ham mana bugun xursandchilik bilan uyingizga mana 2 marta kelib, tashrif buyurib, o'lchab, tikib ketdi. Xursandmisiz axir? Rahmat, xursandman.